Oldingi stola oyog'i bilan ishlaganmidi, mana. Reykani chaqlab uzat jira. Motor aniq qo'ydi, endi dadam o'ldira olgan. Qanaqasiga qo'yadi, men tushunmadim, yangi motor. Yangi yil yaqin-ku, portladida. Bir yilga 3 marta keladim, 3-marta qo'ydirishing. Narxini bilasan buni? $1000 olib kelganmiz. Qayerdan topaman pulni hozir? Birga ishlab beramiz, dada. Birga ishlab berasan, o'zi 2 ga kelayotgan bo'lsa. Bu ko'zimga ko'rdim ha. Bo'lmaydi-da. Choyda o'ringan dada. Qara, choyni ichiga nimalar solib olib kelgan bu? Nima bu ahvol ha? Azamat. Ovozimga nima qildi meni? Nima qildi ustoz sizga? Bilmayman. Azamat, ko'tarishing. Yit. Addonan. Yit. Xolmurod, choyga nima qo'shuvding sen? Oddiy ko'k choy. Bu motorga qo'shilib ovozingiz ham ketdi-ku ustoz. Bo'lmaydi-da, Azamat. Ustoz, yuring-da. Tog'ajon, 3 kilovatlik, 3000 oborotlik motorcha kerak edi. Bormi shunaqasidan? Albatta, bizda nafaqat elektromotor, balki reduktorlar, zavod, korxonalar uchun har xil ehtiyot qismlar mavjud. Qachon? Bizning elektromotorlar asosan GOZ standartiga ega. 100% davlat standartiga javob beradigan elektromotorlar 12 ta viloyatga dastavka xizmatlarimiz bor. Bu yer ustoz, M Electromotors kompaniyasi. Bu yerga nafaqat motor, balki ishlab chiqarishga kerak bo'ladigan barcha zapchastlar topsa bo'ladi. Tog'ajon, shu biz aytgan motorchani bersangiz shu 10 kungacha nasiyaga. Maylimi? Mayli ustobo, siz ustoku. Mana bu yerda 50 tonna yukun bor. Shuni skladga chiroyli qilib joylab berasiz. Ustoz, motor kerak-ku bizga. Ko'tar motor patoringni, nasiyaga bermadi-ku bu. Ustoz, ovozingiz yaxshi bo'libdi-ku. Yo'q-e? Azamat, addonan. Vasiqasi bor endi. Azamat, ko'tarishingni endi dam olamiz.